Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Aziz yurtdoshlar, bugungi sotuvga chiqqan uyimiz Urganch shahar markazida bo'ladi. 245 kvadratli hovli joy. Bu yerda darvozalar avtomatik açılıp yapıladi. Yan tarafda yine eshiklar ham bor. Elden dasvishinalar qo'yilgan. Girgan yerlerimiz brushatka bilan o'sha taxlanib turibdi. Zelyoniy zonalar bor, archalar qo'yilib turibdi. Yine ko'rib turganlaringizning fon fasadlari ishundan bitgan. 100% tayyor holatda sotiladi. 2 etajli 245 kvadratli hovli joy bilan ko'rib tanishib o'tamiz, xudo xolasa. Bu yerga bemalol 2 mashina sig'adi. Sokollari kafel qilingan, chiroyli qilib. Bir yerda yine avtomat darvozalar ko'rib turganlaringizdek. Eldalari travertin urilgan. Bu yerda yine karvishni zona aytilgan, bu taraflari oq. Bu yerda yine balkonlar ham ishlangan, yuqorlari tunuka bond qilingan. Svet счетчиklari chiqqan ekan bu yerga. Bu yerga mashina yurishi uchun rozetka ham tashallar. Stupenkalarimiz ham burchatkadan. Eshiklari akvaplastik. Bismillahirrahmanirrahim. Girgan joyimiz shundan bir katta dalan. Zo'r etib ishlangan, ko'rib turganlaringizdek. Bu yerda abo yo'q, faqat fon urganlar. Hozir moda bo'lib turibdi shuni. Bu yerda har xona uchun oddiy avtomatlar tashlab o'tilgan ekan. Lyustralar qo'yilgan, ko'rib turganlaringizdek. Girishimizdan qo'l yuvish uchun rakovina qo'yilgan. Bu dalan qismi edi. Hurmatli obunachilar, like'larni ko'proq bosib kuzatinglar. Uy qidirib yurgan odamlarga tezroq yetib borish uchun. Dalanimizning umumiy ko'rinishi, eshiklarimiz ham yaxshi sifatli eshiklardan qo'yilgan ekan. Oppoq, yaxshi firmenli eshiklar. Bu yerimiz yine zal qismi bo'ladi. Zal qismi ham chiroyli qilib uzatilgan. Oyoq teylarimiz cho'qli pol, laminat pol urilgan, plyunslar qaqilgan. Patologlarni ko'rib turganlaringizning ishlov berilgan bu yerda. LED lampochkalar, lyustralar asilgan 100%. Shahar merkezinde 245 kvadratli hovli joy. Bunun narxına keladigan bo'lsak, 100 ming deb aytilib turibdi. Barter variantlar bor, mashina, toza dom, ko'na dom bo'lsa bo'ladi. Kelishilgan holda hisoblab olib joyini bersak bo'ladi. Doğrumuzda ikinci kavata chiqadigan lestnitsa. Bir yerde bu spalni xonamiz bo'ladi. Bu ham chiroyli qilib uzatilgan, ko'rib turganlaringizdek ramga tashalgan. Follar ham bir ajoyib odamga yoqimli svetlar qilingan. Patologlar ko'rib turganlaringizdek ishlangan. Hammada LED lampochkalar. 2 urillatib qo'ydilar patologlarni, house patolog. Tak, bana keladigan bo'lsak, doğrumuzda sanuzel da patolog kafel qilingan. Bu dushovoyimizning beri shishalar bo'ladi. Shuni zakaz etib qo'ydilar, olib o'rnatib beriladi. Unitazlarimiz yaxshidan, rakovinalarimiz ham cho'tki qo'yilgan. Bir yerde bilesizler, bu teritoriyanı bilseniz de svet, su, gazdan umuman mamma yok. Mektep bakçası yanında hem bile kuley bir aşxanamız buladı. Aşxanamızda yangi mebellər ornatılgan. Hele option işletilmeyen, gaz plitemiz tayar, vıçışkemiz tayar. Bir yerde doğu konturni ataplenemiz joylashgan. Görüp turganlaringizdek hamma narsasi o'zida. Tayyor vech.
Bir de polkalar ham bor ekan. Aç koygudim. Bu oshxonamiz bo'ladi. Mebellarimiz yangi. Padakonnikle qilingan, bog' taraf ham bog'. Общем, to'g'ri kelib o'tiradigan joy. Birinchi qavati bilan danışıp o'tdik. Arka tarafında bir de ko'rsatib o'taman, bog'lar ham bor. Bog'ni ko'rib turganlaringizdan shunday bog' qilingan bir. Bir de общий 5 tane joy bor. Hali birisi podключ bo'lib bitdi. Qolganlarini bitirib stam berilaveradi. Aytib o'tganimning variantlar ko'p. Bartere korpus bo'lamı, mashina bo'lamı doğru kelaveradi. Gaz счетчикlar girib уже отопление berdi, ishlab turibdi issiqqina. Limanda suv ketadigan yer bir отдельный kanalizatsiya, чтобы yomg'ir yog'ganda sharsharlarning suv shu yerga ketishi uchun. Bir lestnitsani teyi xohlasanızlar birini polka etib qo'ysanızlar, uni buni qo'ygidan aytsa bo'ladi. Beklab mebel bilan chiroyli qilsa bo'ladi. Zinalarımız görüp turganlaringizdek ok etib ishlangan, dim mustahkam jig'irlab qolmaydi. Berdam dajina отопленияni batareyasi bor ekan. Quyma beton bu. Общем ömürlik narsa. Berda buni podsvetkalar ham bor. Bismillah. Berimiz bir kichkinagina spalni. Lustralar koyulgan. Akurat net ishlangan dim. Tabi berimizden ikinci sanuzel yukarıdaki. Bir de unitaz rakvina koyulgan. Xohlasanızlar bir de vanna koysanızlar ham bo'ladi. Yoki может o'zi qo'yib berar egasini. Patalokadan kafel qilingan. Yukarılarımız natijnoy patolog ekan. Eshiklari hammasi bir xil oq eshikda o'rnatilgan. Tak, yanımızda yana bir spalnisi bo'ladi. Bir ham rang berilgan, ko'rib turganlaringizdek. Patologlari ishlangan ekan. Remontuna gap yo'q. Yaxshi remont qilganlar. Yerimizde pestdagi zalni üstü zal joy bo'ladi. Hurmatli obunachilar. Ko'rib turganlaringizdan birdan fon lyustralar qo'yilgan, patologlar bir urillatib ishlangan ekan. Ayak teylerimiz laminant poldan, eshiklarimiz dim zo'r chiroyli tushgan. Bir de televizorlar uchun antenna joyi rozetka tasalgan, yevropeyskiy stilda o'tirganlar tok yo'llarini. Yerimize keladigan bo'lsak, bir dalanning üstü, yana bir dalan, ishning hol. Bir de balkon joylari ham bor. Yine bu dalanımızın görünüşü. Общем bir chiroyli uzatilgan. Hurmatli obunachilarimiz, shu havlu joyimiz kime qiziq bo'lsa, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol telefon urib kelib savdolashib olaverasizlar. Aytib o'tganimning barter variantlar bor edi. Korpus mashina doğru kelsa, bizlarimiz borib ko'rib hisoblab doğru keladigan bo'lsa kelishib olaverasizlar. Hurmatli obunachilar, kimda kim o'z ko'chmas mulkini sotsak bo'lsa, bemalol bizlarga murojaat qilinglar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. Arzon uy joylarni ham chiqarib turibmiz. Bölüp to'lasha varianta joylarimiz ko'p. Bemalol telefon qilaveringlar. Uy olishingizda, sotishingizda qo'limizdan kelgancha ko'mak beramiz. So'nggi roliklarda görüşguncha sog', omon bo'linglar.